Assalomu alaykum, yaxshimisizlar azizlar? Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Endi biz yaqin insonlarimizni qabrlaridan xabar olamiz. Qanday ahvolda bo'lsa. Ancha vaqt bo'ldi o'zim ham qabristonga borganim yo'q, to'g'risi. Ayol kishini endi tez qabristonni aralab yurishi uncha to'g'ri emas deb o'ylayman. Lekin borishim kerak. Yaqinlarimizni qabrlaridan xabar olamiz. Tozaligiga qaraymiz. Biz ayollar o'zimiz qila olmasak, iltimos qilamiz. Kerak bo'lsa, bir so'm pulini beramiz. Boshqa yo'l yo'q menimcha. Hozir borib xabar olamiz. Balki qishloqdagi yaqinlarimiz balki qarashib qo'ygandir, balki bilmadim. Hozir mana yo'lga chiqyapman. Nasib bo'lsa, borib o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Sog' bo'linglar. Barchangizga omad tilayman.